Hammaga salom do'stlar, bilamizki, Thor qasoskorlar ichida eng kuchlilaridan hisoblanadi. Umuman olganda u Marvel kino olamidagi eng kuchli personajlardan, ammo bu kino olamida Thordan ham kuchli personajlar talaygina. Thorni kino olamida yengishiga oz qolgan yovuzlar ham, qahramonlar ham mavjud, lekin u ularga kimligini ko'rsatib qo'ygan. Bu videoda aynan Marvel kino olamida Thordan kuchli personajlar haqida gaplashamiz. Sizningcha undan kimlar kuchli? Albatta, birinchi bo'lib Marvel kino olamining eng katta, eng issiq, juda kuchli va Asgardni yo'q qilgan Surturni eslamasak bo'lmaydi. Thorning 3-filmida u paydo bo'lgan va Thor uni yengan. Shundan so'ng Thor uni Asgardga olib borib omborxonaga qo'ygan. Ammo afsus va nadomatlar ila Thor opasini yenga olmaydi. Surtur esa Asgardni yo'q qiladi. Hela esa uni o'ldirmoqchi bo'lganida Surtur uni to'satdan o'ldirib qo'yadi. Keyingi personaj o'tgan yili chiqqan Deadpool va Rosamaqa filmining asosiy yovuzi, cheksizlik toshlariga ega bo'lgan Strashni yenga olgan va albatta olov odamni yechintirib qo'ygan Cassandra Nova. U kuchli telekinez va ongni boshqarish kabi kuchli qobiliyatlarga ega. U Chardesdek kuchli emas, ammo u hozirgi vaqtda Thorning ongiga kirib, uni ruhan sindirishi mumkin. Shu yo'l bilan Nova uni yengishi mumkin. Menimcha boshqa yo'li yo'q. Albatta, Doktor Strange'ni eslagan ekanmiz, uni ham aytib o'tmasak uyat bo'ladi. Doktor Strange o'z filmida vaqt toshi yordamida Darman uni qaysidir ma'noda yenga oldi. Faqat o'ldirsagina yengan bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Bu filmdan so'ng u anchagina bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldi. Qasoskorlar filmida Thanosga vaqt toshisiz munosib raqib bo'la oldi. Strange 2 filmida u juda ham kuchayib ketdi va bu kuchi bilan u aniq Thordan kuchli. Vaqt toshi bilan Doktor Strange Darmanni yenga oldi, ammo Thor uni qanday yengishi mumkin? Chaqmoq otibmi yoki bolta bilan uning boshini olibmi? Bu kichkina ahamiyatga ega Darmanni ham ro'yxatga qo'shamiz, chunki u juda ham kuchli. Marvel kino olamida Celestiallar ham paydo bo'lganiga ancha vaqt bo'ldi va bu Celestiallarning kuchlisi va kuchsizlari bo'ladi. Galaktika qo'riqchilari filmini eslaydigan bo'lsak, bu filmda Ego ismli Celestial paydo bo'lgan edi. Ma'lumot uchun u Quillning otasi. Agar Ego o'lmaganda, Quill Celestialning kuchidan ayrilmagan bo'lardi. Egoni yo'q qilish uchun uning bosh miyasini yo'q qilish kerak. Thor esa buni bilmasligi mumkin. Lekin Celestiallar qotili Odinning o'g'li Thor buni bilishi ham mumkin. Ammo Celestial baribir Celestial, tan olish kerak, Ego kuchli. Galaktika qo'riqchilari filmida bizga kuchsiz Celestial ko'rsatilgan bo'lsa, Abadiylar filmi yakunida bizga kuchli, juda ham kuchli Celestial ko'rsatildi. Uning ismi Arishem, u yulduzlarni yarata oladi, koinotga ta'sir o'tkaza oladi va boshqa juda ham kuchli qobiliyatlarga ega. Faqat juda ham katta personajlar haqida gapirmasdan, atom darajasida kichkina bo'la oladigan Chumol odamning 3-filmini ham eslaymiz. Bu filmda qasoskorlar darajasida kuchli deb bilingan bosqinchi Kang ko'rsatilgan. Qolaversa, u boshqa olamda bola ko'targan odamni o'ldirgan ekan. Seni avval o'ldirganmanmi? Nima? Sizlarni farqlay olmay qoldim. Bolg'a ko'targan sen emasmisan? U Thor. Aytishingiz mumkin, Kangni Chumol odam yengdi-ku, Thor yenga olmaydimi deb. Men ham aynan u Kang yenga oladi demayapman. Kanglar juda ham ko'p. Loki serialidagi keksa Kang yoki Chumol odam filmi yakunida ko'rsatilgan birontasi yengishi mumkin. Ular hozirgi vaqtda Loki kabi kuchli, ammo ularning kelajagi qanday yakunlanadi? Buni qasoskorlar 5 filmida bilib olamiz. Loki seriali chiqqunicha Loki Thordan kuchsiz edi, ammo Sohibim, shoshilmang. Koinotda Thanosdan kuchlirog'i yo'q. Bu ta'rifni hozir Lokiga ishlatsak bo'ladi. Loki mana shu qasoskorlar, X odamlar, fantastik to'rtlik, umuman barcha olamlarni ushlab boshqarib turibdi. Uning darajasiga yaqin odamlar esa Kang deb aytilayotgandi, ammo ular endi o'yindan chiqdi. Endi Doktor Doom Lokining qotili bo'lishi mumkin. Ammo hali ham umid qilamanki, Kanglar qasoskorlar filmida paydo bo'ladi. Sehrgarlar va jodugarlar ichida ham kuchli personajlar ko'p va Thordan kuchlilari esa qadimiy ustoz va Agatha. Qadimiy ustoz Doktor Strange'dan ham ko'p sehrni biladi va u ham Odin kabi qora sehrdan foydalanadi. U Thorni har xil usullar bilan o'ldirishi mumkin. Agathaga ham shunday desak bo'ladi. Uning sehr jodu kuchi juda ham kuchli. U shubhasiz eng kuchli jodugar, albatta Vandadan keyin. Vanda qasoskorlar filmlarida ham o'zi yaxshigina kuchga ega edi, ammo shaxsiy seriali chiqqanidan so'ng u juda ham kuchli bo'lib ketdi. Hattoki cheksizlik toshlari qila oladigan ishlarni ham u bu serialda qila oldi. Serial so'ngida u menga o'xshab odamlardan uzoqda, yonida bo'lsa ham xuddi yo'qdek bo'lib, tarki dunyo qildi va
Darhol kitobi yordamida boshqa olamlarni o'rgana boshladi. Doctor Strange 2 filmida Wanda adashgan yovuz qiyofasida paydo bo'ldi. U Darhol kitobi yordamida multikoinotga ta'sir o'tkaza oldi. Buncha ishlardan keyin Wanda Thorga qarab, mening qudratim oldida chivinchalik kuching bormikan? desa ham ajab emas, unga yarashadi. Ota, kim u o'zi? O'lim ma'budasi. Uning nafsi kuchayib ketdi. Odinning qizi, o'lim ma'budasi va Asgardning qonuniy malikasi Hela Thordan kuchli ekanligini ko'rsatib qo'ya olgan. U eng kuchsiz holatida ham Mjolnirning barmoqlari bilan sindirib tashlay olgan. Holbuki cheksizlik toshlari energiyasini yengib o'ta olgan Sekira ham urug' metallidan yasalgan edi, xuddi Mjolnir kabi. Endi esa kuchli holatini tasavvur qiling. Shu joyda bir gap. Xohlasangiz Helani ham yenga oladigan personajlar haqida video qilaman. Lekin shu video ostida 1000 ta like yig'ilishi va siz kanalga obuna bo'lishingiz kerak. Albatta 2022-yilgacha siz ham men kabi Thorning 4-filmini intizorlik bilan kutgan bo'lsangiz kerak, ammo filmni ko'rganingizdan keyin bu film chiqmagani yaxshi edi deb o'ylagan bo'lsangiz ajab emas. Bu film Thorni shunchaki dabdala qilib ko'rsatdi. Yaxshi tomonlari ham bo'ldi, ammo u yomon tomonlarini yopa olmaydi. Aynan shu yomon filmda alplar qotili Gor paydo bo'ldi. U komikslarda juda ham kuchli bo'lgan, ammo filmda u personajni ham dabdala qilishdi. Lekin u ham Thordan kuchli bo'lishi mumkin. Men aniq kuchli demayapman, ikkilanganim uchun qo'shdim. Gorni filmni ko'rgansiz, nima deb o'ylaysiz? Kim kuchli? Bu sizlarga havola. Ammo meni o'ylantirayotgan yana bir savol mavjud. Sen kim bo'lding? Men Bobman. Yaqinda Momaqaldiroqlar filmi chiqadi, balki siz ko'rayotgan vaqtda chiqqan bo'lishi ham mumkin. Aynan shu filmda juda ham kuchli personaj paydo bo'ladi. Bu albatta Sentry yoki qo'riqchi desangiz ham bo'ladi. Komikslarda u juda ham kuchli, unda yo'q qobiliyatning o'zi yo'q. Doktor Manhattan haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. U atomlarga bo'linib, yana qayta tiklana oladi. Sentryda ham shunday qobiliyat mavjud. Sentry haqida alohida video qilganman, uni ko'rishingiz mumkin. Albatta Marvel har doimgidek komiksdagi kuchli personajni kino olamida ham xuddi komiksdagidek qilmaydi. Yo kuchsiz qiladi yoki kuchli qilib qo'yadi. Qo'riqchi shubhasiz juda kuchli qahramon, ammo kinoda uning to'g'richalik kuchli bo'lishiga ozgina shubham bor. Shu sababli qo'riqchini ro'yxatga qalam bilan yozamiz. Agar film chiqqandan so'ng bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, Sentry qanchalik kuchli ekan, o'z fikringizni yozishingiz mumkin. Shunday ekan, bugungi video shulardan iborat edi. Qaysidir personajni unutgan bo'lsam, yozishingiz mumkin. Xatolar bo'lsa, uni ham yozing. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.